Shu kunlarda mamlakatimizning barcha hududlarida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasi bo'lib o'tmoqda. So'x tumanidan tayyorlangan lavha shu mavzuda. Yurtimiz bo'ylab yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasining So'x tuman bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi. Musobaqada tumanning 27 ta mahallasidan 18-20 yosh toifasiga mansub 270 nafar yosh ishtirok etib, jismoniy tayyorgarlik, harbiy intizom, zakovat, jamoaviylik kabi yo'nalishlar bo'yicha o'zaro bellashdilar. Ushbu tuman musobaqasida tumanimizdagi 27 ta mahalladan jami bo'lib 270 nafar o'g'il-qizlarimiz ishtirok etishmoqda. Bugun albatta 6 ta yo'nalishda o'tkaziladigan sport musobaqada g'olib bo'lgan jamoalarimiz 5 ta nominatsiya bo'yicha albatta viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Bundan asosiy maqsad yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni vatanga bo'lgan hissiyotlarni uyg'otishdan iborat. Tadbir avvalida so'zga chiqqanlar tomonidan ta'kidlaganidek, bu musobaqa mahalla yoshlari uchun nafaqat jismoniy tayyorgarlik sinovi, balki vatanparvarlik, jasorat va jamoaviylik ruhini mustahkamlovchi katta maktabga aylanmoqda. Bu kabi tadbirlarni tashkil etishdan asosiy maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishini oshirishdan iboratdir. Tadbir yakunida musobaqaning tuman bosqichi g'oliblariga diplom, esdalik sovg'alari va pul mukofotlari tantanali tarzda topshirildi.